هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Yunus tefsiri 65. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlığa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Yunus suresi 65. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bulanın sana sen peygamber emezsen digen sözü seni kaygıya salmasın. Bütün güç kuvvet Allah'a mensup. Allah sana medetkardır. Allah ulanın sözlerini anlap turgucudur. Emellerini bilip turgucudur. Rastla asmandaki ve zimindeki hemme nerse Allah'nındır. Yani Allah'ın mülküdür, bendisidir, mehlukatıdır. Allah'ını koyup butlağı çokunuduğanla fakat yokulan perezgila tayinidir. Ula fakat cöylüydü. Ey insanlar! Aram ilişinler üçün Allah silahı keçini yarattı. Silahını körüşünler üçün kündüzünü yarattı. İbret kuluqı bilen anlaydığan kavm üçün bununda nurgun alametler var. Barlık güç kuvvetinin, alemlerinin Rabbi Allah'a mensup ikenliki. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulanın sana sen peygamber emezsen digen sözü seni kaygıya salmasın. En şu müşriklerin sözüdür. Ulağa karşı Allah Teala'dan yardım sorğun ve Allah Teala'ya tevekkül kılğın. Bütün güç kuvvet Allah Teala'ya mensup. Allah sana medetkardır. Yani güç kudretinin hemmisi Allah Teala'ya, peygamberge ve müminlerge mensuptur. Allah ulanın sözlerini anlap turgucudur, emellerini bilip turgucudur. Yani bendillerinin sözlerini anlap turgucudur ve ehvallarını bilip turgucudur. Ondan Allah Teala özünün asmanlığa ve ziminge igidarçılık kılıdığanlıqıdın, müşriklarının hiç nersigi ige bulanmaydıqanlıqıdın, hiç paydı ziyan elip kilenmeydiğan butlağı çokunduğanlıqıdın, ulanın onunla çokunuşuda hiç kandak bir delilinin yokluqıdın. Eksçe ula özlerinin sözlerine işinipla ulağı çokunuduğanlıqıdın haber verdi. Ondan Allah Teala yine öz bendillerinin hareket kılıp çarçıganda aram ilip rahatlanish üçün ulağı keçini yatıp bergenlikini bayan kıldı. Ey insanlar! Aram ilişinler üçün Allah silahı keçini yarattı. Şundaqla kündüzünü ulanın terikçilik kılışı, sefer kılışı ve özünün paydalıq işlerini kılışı üçün yoruk kıldı. Nəsilərini körüşünlər üçün kündüzünü yarattı. İbret kuluq bilen anlaydığan kavm üçün bununda nurgun alametler var. Yani muşu delil ve paketlarda kulaq salıdığan kişiler üçün hakikaten roşan alametler var. Şunun üçün bendile hemmini yaratqıcı, belgilep bəgücü ve hareket kıldırgıcı Allah Teala'nın büyüklüküge işinip öz kılmışlardan ibret elişi lazım. Ula yani kafirla Allah'ın balısı var deyişti. Allah bunun paktır, bihacettir. Yani balı kılıveliş ihtiyaç üçün buludu. Balı kılıveliş ihtiyaç üçün buludu. Allah bolsa hiç nersigi muhtaç emestir. Asmanlardaki, zimindeki hemme nerse Allah'ın mülküdür.
Allah'ның balısı ba degan bu sözünlarda hiç qandaq pakitinglar yo'q. Sizlar bilmaydigan ishlarni yolg'ondan Allohga chaplaysizlar. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqinki, Allah'a yolg'onni chaplaydiganlar haqiqatan davzax azobidan qutula olmaydi. Ular bu dunyodan azgina vaqtla bahriman bo'ladi. Ondan ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytadi. Ondan kafir bo'lganliklari sababidan ularga qattiq azobni tetitimiz. Allah Teala'nın ayoli ve balası bo'lishdan pok ekanligi. Allah Teala'nın balası bor deb tuhmat qilgan kishiga raddiya berib mundaq deydi. Allah buningdan pokdir, behojatdir. Ya'ni bola qilib bilish ehtiyoj uchun bo'ladi. Allah bo'lsa hech narsaga muhtoj emasdir. Ya'ni Allah Teala balası bo'lishdan pokdir. Allah Teala hamma narsadan behojatdir. Lekin hamma narsa Allah Teala'ga muhtojdir. Osmonlardagi, zimindagi hamma narsa Allohning mulkidir. Ya'ni Allah Teala'nın yaratgan narsadan qandaqmı balası bo'lsin. Allah Teala'nın yaratgan narsasidan qandaqmı balası bo'lsin. Amaliyotda barliq mahluqotlar Allah Teala'nın quli ve mulkidir. Allah'ның balası bor degan bu sözünlarga hech qandaq pakitinglar yo'q. Sizlar bilmaydigan ishlarni yolg'ondan Allohga chaplamsizlar. Bu ularga berilgan qattiq raddiya, tahdid va ogohlantirishdir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ular Allohning balasi bor deyishdi. Sizlar shak shubhisiz qabih bir so'zni qildinglar. Bu sözün yamanlıqıdan osmonlar parçalanıp, yer yerilip, tağlar gumrah bulup ketkil tas kaldı. Bu şunun üçün ki, ular Allah'ın balası bor deb da'vo qildi. Balası buluş Allah'a layık emasdir. Osmonlarda ve ziminde Allah'a bende bulup, boysunmaydigan hiç maxluq yo'qdir. Shak shubhisiz ki, Allah ularni to'liq egalladi ve sonini mükemmel bildi. Qiyomat kuni ularning hammasi Allah'ның dargohiga tenha keladi. Ondan Allah Teala gumon bilan Allah Teala'nın balası bor degichi yolg'onchilarga tahdid silib, ularning dunyo va oxiratda nijotlikqa erisholmaydiganligini xabar qildi. Gerçi dünyada ularga fursat berilgan ve azg'ina manfaatlanish muhlati berilgan bo'lsa-mu, ondan ularni qattiq azobni tetishga majburlaymiz. Ular bu dunyodan azg'ina vaqtli bahriman bo'ladi. Ya'ni ularga vaqtliq azg'ina manfaatlanish bor. Ondan ular hisob berish uchun bizning dargohimizga qaytadi. Qiyomat kunida kafir bo'lganlıkları sebebinden ularga qattiq azobni tetitimiz. Yani ularning bühtan to'qib, yolg'onni o'ydirib, kufrli qilganligi Allah Teala'ga yolg'onni chaplaganligi sebebinden ularga qattiq dardlik azobni tetitimiz. Ularga Nuhning qissasini o'qib bergin. O'z vaqtida Nuh qavmiga: Ey qavmim, agar sizlarga mening ishinglarda turishim va sizlarni Allohning oyatlari bilan qo'rqitishim ig'ir kelgan bo'lsa, men Allohga tavakkul qildim. Ya'ni Allohga yo'landim. Sizlarga parvo qilmayman. Sizlar butlaringlar bilan birlikda meni qasdlaydigan ishinglarni qaror qilaveringlar. Ishinglar sizlarga tutuq bo'lib qolmasin. Ya'ni meni qasdlaydigan ishinglar oshkor bo'lsin. Ondan meni birdammi kechiktirmay, mening haqqimda xohlaganinglarni ijro qilaveringlar. Agar sizlar mening nasihatimdan yuz o'risanglar, sizlardan yuz o'rishinglarga sababchi bo'ladigan haq so'rg'inim yo'q.
sizlardan yüz o'rishinglarga sababchi bo'ladigan haq so'rag'anim yo'q. Men ajrimni faqat Allohdan so'rayman. Men Allohga bo'ysung'ichilardan bo'lishga buyurildim dedi. Lekin ular Nuhni yolg'onchi qildi. Uni va uning bilan kemida billa bo'lg'uchi mu'minlarni qutqizdik. Ularni, ya'ni biz qutqizgan kishilarni g'arq bo'lganlarning o'rin basarlari qildik. Bizning mo'jizalarimizni inkor qilganlarni to'pon balasi bilan g'arq qildik. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ogohlantirilg'uchilar, ya'ni payg'ambarlarni yolg'onchi qilganlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Nuh alayhissalom va uning qavmining qissasi. Ularga Nuhning qissasini o'qib bergin. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, seni yolg'onchi degan va sana qarshilik qilgan Makka kofirlarga Nuhning qissasini, ya'ni Nuh alayhissalomning qavmining uni inkor qilganligini, shunga Alloh taolaning ularning hammasini suv g'arq qilib, qandoq halok qilganligini bayon qilib bergin. Makka kofirlari o'zlariga ularga yetgan shu halokatning yetib kelishidan hazar aylasin. Öz vaqtida Nuh qavmiga: "Ey qavmim, agar sizlarga mening ichinglarda turishim va sizlarni Allohning oyatlari bilan qo'rqitishim ig'ir kelgan bo'lsa, men Allohga tavakkul qildim. Ya'ni Allohga yo'landim, sizlarga parvo qilmayman. Ya'ni mening sizlarning oranglarda turishim Allah Taolaning dalil va pokitlik oyatlari bilan sizlarga ogohlantirish berishim sizlarga ig'ir kelgan bo'lsa-mu, men uningga parvo qilmayman. Va sizlarga ig'ir kelish yoki kelmasligidan qat'iy nazar, men bu ogohlantirishdan hargiz to'xtab qolmayman. Sizlar butlaringlar bilan birlikda meni qasdlaydigan ishinglarni qaror qilaveringlar. Ya'ni sizlar Alloh taolani qo'yib cho'qinayotgan boshqa ilohlaringlar va butlaringlar bilan birlashinglar. İşinglar sizlarga tutuq bo'lib qolmasin. Ya'ni meni qasdlaydigan ishinglar oshkor bo'lsin. Ya'ni qilayotgan ishinglarni yo'shirin qilmay, menga tutgan pozitsiyanglarni ochiq qilinglar. Agar sizlar haqiqatan o'zinglarni to'g'ri ish qilguvchilarmiz deb gumon qilsanglar, men qilmoqchi bo'lgan qasdinglarni ijro qilinglar. Ondan meni birdammi kechiktirmay, mening haqqimda xoliqininglarni icra qilaveringlar. Ya'ni men qilmoqchi bo'lgan qasdinglarni azroqmi kechiktirmanglar. Nimaga kuchinglar yetsa shuni qilinglar. Haqiqatan men sizlarga parvo qilmayman va sizlardan qo'rqmayman. Chunki sizlar to'g'ri yo'lda emas. Bu vaqtda Hud alayhissalom o'z qavmiga mundoq deydi: Men haqiqatan Allohni guvoh qilaman. Sizlarmu guvoh bo'linglarki, men sizlarning Allohni qo'yib shirk keltirgan butlaringlardan ado judaman. Hammanglar menga suiqasd qilinglar. Menga muhlat bermanglar. Shubhisizki men mening Robbim va sizlarning Robbinglar bo'lgan Alloh taolaga tavakkul qildim. Allohning boshqarishida bo'lmagan birmi maxluq yo'qdir. Robbim haqiqatan to'g'ri yo'ldadir. Ya'ni adil bo'lib, hech kishiga qilch zulm qilmaydi. Islom dinining bütün payg'ambarlarning dini ekanlik. Agar sizlar mening nasihatimdan yuz o'rsanglar, ya'ni meni yolg'onchi desanglar va menga bo'ysunishdan yuz o'rsanglar, sizlardan yuz o'rishinglarga sababchi bo'ladigan haq so'rag'anim yo'q. Men ajrimni faqat Allohdan so'rayman. Men Allohga bo'ysunguchilardan bo'lishga buyurildim. Ya'ni men islom dinida buyurilgan ishlarni Alloh taolaning roziligi uchun ijro qilaman. Gerçi shariat ahkomlari turlik va tutgan yo'llari o'xshash bo'lmasa-mu, islom dini barliq payg'ambarlarning dinidir. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Ey ummatlar, sizlarning har biringlarga bir xil shariat va ochiq yo'l tayin qildik.
Nuh aleyhisselam mındaq deydi. Men Allah'a boysunğuchilardan bo'lishga buyurildim. Allah Teala İbrahim aleyhisselamdan hikoya qilib mındaq deydi. Öz vaqtida Rabbi uningga Rabbingning amriga itoat qilgin dedi. U alemlerning Rabbiga itoat qildim dedi. İbrahim ve Yaqub öz oğullarına vasiyat qilib: Ey oğullarım, Allah sizlarga mushi dinni, yani İslam dinini tanladı. Fakat musulmon petinglarchi o'linglar, yani imoninglarni mahkam turinglar, taki iymon bilan ketinglar dedi. Yusuf aleyhisselam mundaq deydi: Rabbim bana hakikaten padişahlık ata kıldın. Tush tabirini bildirdin. Ey osmonlarni ve ziminni örneksiz yaratquchi zat, dünya ve ahirette mening egamsan. Meni musulmon petimchi qabziroq qilgin, meni yaxshi bandalar qatoridan qilgin. Musa aleyhisselam mundaq deydi: Ey qavmim, eğer Allah'a iman etgan bo'lsanglar, Allah'a boysungan bo'lsanglar, uningga tavakkul qilinglar. Yani hamma ishinglarni Allah'a topshiringlar. Har qanday ahvolda Allah'a yo'lininglar. Musa aleyhisselamga iman keltirgan sehrgarlar mundaq deydi: Rabbimiz bizga sabr ato qilgin. Bizni musulmon petimizchi qabziroq qilgin. Süleyman aleyhisselamga iman etgan Yemenning ayol podshohi Bilqis mundaq deydi: Rabbim, men haqiqatan Allohga shirik keltirib, quyoshga cho'qinish bilan o'zimga zulm qildim. Süleyman bilan billa olamlarning Robbi Allohga bo'ysundim. Yani Süleymanning diniga ergishib islomga kirdim. Allah Teala mundaq deydi: Biz hakikaten Musa'ga Tevrat'ni nazil kıldık. Tevrat'ta doğru yolga yeteklaydigan hidayet ve nur var. Aynı zamanda men havarilarga, bana ve mening peygamberimge iman etinglar deb vahiy qildim. Ular biz iman etdik, guvoh bo'lgin ki biz amringa bo'ysunguchilarmiz dedi. Peygamberlerinin ahirkisi, insanların yol başçısı Muhammed aleyhisselam mundaq deydi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki mening namazım, qurbanliqim, hayatım ve mamatim, dünyada qilgan yaxshiliklerim ve taat ibadetlerim alemlerinin Rabbi Allah üçündür. Allah'ın şirki yoktur. Men muşununga, yani yalğız Allah'a halis ibadet qilishga buyurildim. Men musulmonlarning avvaliman, yani muşu ümmetin musulmon bo'lganlarning avvalidirman. İmam Buxoriy Peygamber aleyhisselamning mundaq deganligini rivoyat qildi: Biz bir ata ve başka analardan bo'lgan payg'ambarlar jamoasidirmiz. Bizning dinimiz birdir. Yani gerçi bizning şeriat yollarımız türlük bolsumu, bizning hammamizning dini hech qanday shirki yok, bir Allah Teala'ga ibadet qilishni ta'kidlaydi. Günahlarning yaman aqibati. Lekin ular Nuhni yolg'onchi qildi. Uni ve onun bilan kiyimida birga bo'lg'uchi mu'minlarni qutqizdi. Yani Nuh aleyhisselamның dinida bo'lgan mu'minlarni kiyim bilan qutqizdik. Ularni, yani biz qutqizgan kishilarni g'arq bo'lganlarning o'rin basari qildik. Yani ziminda o'rin basar qildik. Bizning mo'jizalarimizni inkor qilganlar tufan balasi bilan g'arq, bizning mo'jizamizni inkor qilganlarni tufan balasi bilan g'arq qildik. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, agahlandırılğıçılar, yani peygamberlerini yalğancı qılğanlarning aqibetinin qandaq bo'ladiganligiga qaragin. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bizning
mu'minlarni qandoq qutqizadiganligimizga va payg'ambarlarni yolg'onchi degichilarni qandoq halok qiladiganligimizga qaragan. Nuhdan keyin nurg'un payg'ambarlarni o'zlarining qavmiga avatdiq. Qavmiga ular ro'shan mo'jizalar bilan keldi. Ular ya'ni payg'ambarlar kelishdan ilgari inkor qilishgan narsaga iymon etishmadi. Kufrida haddidan oshquchilarning dillarini ashundoq pechatlaymiz. Alloh taolo mundaq deydi: biz Nuh alayhissalomdan keyin payg'ambarlarni avatdiq. Ular o'z qavmlariga ilib kelgan payg'ambarlikning rostligini isbotlaydigan dalil paketlarni ilib keldi. Ular ya'ni payg'ambarlar kelishdan ilgari inkor qilishgan narsaga iymon etishmadi. Ya'ni ular o'zlariga avatilgan tunji payg'ambarni yolg'onchiga chiqarganligi sababidan keyingi barliq ummatlarga avatilgan payg'ambarlar ilib kelgan elchilikka ishonmadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ularning dillarini, ko'zlarini haqni tushunish va ko'rishdan burib etimiz. Kufrida haddidan oshquchilarning dillarini ashundoq pechatlaymiz. Ya'ni Alloh taolo ana shularning dillarini pechatlayapti. Shunga ular ilgari payg'ambarlarni inkor qilganligi sababidan iymon etishga muyassar bo'la olmadi. Shuningdek Alloh taolo ulardan keyin qilmishlari ularga o'xshab qolgan kishilarning dillariga muhr bosadi va pechatlaydi. Shuning bilan ular dardlik azobni ko'rmagicha ishonmaydi. Bundaq deganlik haqiqatan Alloh taolo payg'ambarlarni yolg'onchi degichi ummatlarni halok qildi va payg'ambarlarga ishongan kishilarni qutqazdi. Shu ishlar Nuh alayhissalomdan keyin yuz berdi. Adem alayhissalomning zamonasidan tortib toki ular butlarga cho'qinishni paydo qilgan qadar ular islom dinida edi. Ular islom dinidan yuz o'rib butlarga cho'qinishga boshlaganda Alloh taolo ularga Nuh alayhissalomni payg'ambar qilib avatdi. Shuning uchun qiyomat kuni mu'minlar Nuh alayhissalomning oldiga shafaat tilab borganda sen Allohning zimin ahliga avatilgan tunji payg'ambari deydi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi: Adem alayhissalom bilan Nuh alayhissalomning oraliqidagi vaqt 10 asr bo'lib, bu oraliqda insonlarning hammasi islom dinida edi. Alloh taolo mundaq deydi: Nuhdan keyin payg'ambarlarni inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Bu oyatda payg'ambarlarning oxirgisi va sardori Muhammad alayhissalomni yolg'on payg'ambar degan arab mushriklariga qattiq ogohlantirish berilgan. Ashu payg'ambarlarni yolg'on degan kishilarga Alloh tarafidan yuqorida bayon qilingandek qattiq azob, uqubat va halokat yetgan yerda ulardanmi cho'ng gunohlar bilan shug'ullanayotgan bu mushriklarning holi qandoq bo'lar? Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Yunus surasi tafsiridan 74-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.